Vatan, insan sadaqati, to'ylar, borak nomli dramalar respublikamiz teatrida sahnalashtirilgan. Bundan tashqari yozuvchining ko'plab axloqiy va ma'rifiy moddalik nadalari televideniyada ekranlashtirilgan. Qancha sevar eding bag'rim bahorni, o'rik gullaganda eding maftuna, har uyg'ongan ko'kdak hayot bergan kabi ko'zlarimga surtib oqarding uni. Mana qimmatligim yana bahor kelib, seni izlab yurdi kezdi sarsari, qishning yoqasidan tutib so'radi seni, u ham yoshdek yurt chekildilari. Bugungi tadbirimizni O'zbekistonning sevimli shoiri, xalq qalbidan chuqur joy olgan ijodkor Muhammad Yusuf haqida so'zlab bermoqchimiz. Muhammad Yusuf 1954 yil 26 aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanida tug'ilgan. U oddiy oiladan dunyoga kelgan bo'lsa-da, yoshligidan she'riyatga katta qiziqish bildirgan. Maktab davridayoq uning ijodiy qobiliyati sezila boshlagan. Shoir Toshkent davlat universitetida tahsil olgan. Talabalik yillarida u ijod bilan faol shug'ullangan va she'rlari gazeta va jurnallarda chop etila boshlagan. Toshkentda shoir o'zining sodda, samimiy, xalqchil uslubi bilan tezda xalq orasida mashhur bo'ldi. Uning she'rlarida vatanga muhabbat, ona yurtga sadoqat, insoniy tuyg'ular juda ta'sirli tarzda ifodalangan. Hozir mana bo'ldi. Ertalabchi oyi, yomg'ir yog'di. Qattiq yomg'ir yog'di. Siz bahor yomg'irini yaxshi ko'rardingiz. Keyin oftob chiqib ketdi. Qarang, oftob charaqlab yotibdi. Esingizdami? Siz menga oftob to'g'risida cho'pchak aytib bergandingiz. O'sha oftob charaqlab yotibdi. Ko'ryapsizmi? Esingizdami? Siz ukamga allab berardingiz. Men andaning oxirida mast bo'lib qolardim. Men ham o'sha beshikda yotganman. Allangizdan men ham orom olganman. Nima qilay oyi? Men alla aytishni bilmayman. Qalbingizni silab qo'ysam, orom olasizmi? Mana oyijon, mana. Yo'q, yig'layotganim yo'q. Hozir o'tib ketadi. Esingizdami? Siz bir marta o'shandayam hazillashib, meni ham kitob qilib yozsangchi o'g'lim degandingiz. Men sizni nimangizni kitob qilaman oyi degandim. Xafa bo'lmang, men hazillashgandim. Mana o'sha kitob. Yo'q, uni men yozganim yo'q. Uni siz yozgansiz. Zulfiya, men baxt haqida yozmoqchiman. Bizning tinch hayotimiz, bunga tashna yoshlarimiz mana shu haqiqiy baxt emasmi? To'g'ri aytdingiz. Sizning she'rlaringiz odamlarga kuch va umid bag'ishlaydi. Ayniqsa Oygul va Baxtiyor dostoningizni bolalar sevib o'qiyapti. Har yurakning bir bahori bor. Har bir qalbda ish bo'lar mehmon.